Sultonovaga papasha kim? Papashasi ishdaydilar, bachamni o'zimga beravering. Voy shunaqa payt oldingizda tursalar bo'lmaydimi? O'zi qayerda ishlaylar? Davlat ishida, bilasiz-ku, davlat ishida ishlaydiganlarni oilasiga kam vaqt ajratadi. Bo'pti, yaxshi qoling. Ha, onash. Dadish, uyda bir hujum mehmonlar kelgan, qachon kelasiz? Hali beri bo'shamayman, ishim ko'p. O'zing qarab kuzatib yor. Uyda hasratam qolmagan хотя бы produkt olib keling. Pastdagi magazinga tushib, men nomimga yozdirib qo'y, oylik tushganda beramiz. Bo'pti. Maktabda ota-onalar maylisi bor ekan, borasizmi? Bugun tekshirish bor, vaqtim yo'q. Bugun ammajonni to'ylari edi, borasizmi? Bugun maylisim bor, vaqtim yo'q. Muncha vaqtim yo'q deyaverasiz, qittigina oilangizga vaqt ajrating. Davlat ishi o'yinchog'im senga, vaqtim yo'q. Dadish, bugun vaqtliroq keling, romantikni deng qilamiz. Bo'ldi, onash. 2 soat Yandex qilay, keyin o'taman. Harna benzin pulda. Bechora xotin, kutib uxlab qopti-da. Kim bu? Turaverding-da, ne? Bachangiz-ku, ana shudan 24 ga 7 ishlagandan keyin kam katta bo'lganini bilmay ham qolasiz. Onash, men ham balam chaqam deb ishlab yuribman. Ko'proq pul topib, Xonsaroyda shirin hayot loyihasida uy olay deb yuribman-da. Mana ertaga yakshanba dam olish kuni-ku, oilaviy ishlarni aylantirishga olib chiqaman. Sizchi, ishomayman. Rostda, agar ertaga ham olib chiqmasam, meni eshak deysan, bo'ladimi? Bo'ladi. Kelishdik. Eshakcham. Eshakcham. Turing, ishga kech qolasiz. Yelkam. Kecha yashil makonga boruvdik-da.